Ulug'ota semenniy kafelarida orqa tomonidagi mahallada 4 sotilik ushbu shinamgina xonadonimiz bugun sotuvda. Faizli uylaringiz to'g'risida yer uymi yoki bino qarshisida so'zlari ma'noli operator beka vafoli siz komment yozmang yomon jafoli quyoncham deb tirjayib reklamalar qilaru halol ishlaydi deb o'zini o'qqa cho'qqa uraru qarang naqadar go'zal uyingiz ko'rgan odam lol qolar sehrlaydi so'g'zingiz bir-biridan faizli bu koshonalar bir-biridan inoqdur bu ko'chadagi qo'shnilar bu ko'chalar bu saroylar bilsangiz agar yomon bo'lsa qo'shni zahar qilar qo'rqmasdan bir shirin oshni Robbim o'zing asragin bunday yomon qo'shnidan shuning uchun yashaylik shukr qilib boshidan Assalomu alaykum do'stlar, hammalar omonmisizlar? Juda ham zo'r lokatsiya, o'zimga juda ham yoqqan joy. Ya'ni Qirg'iziston o'shari, Askar Shakirovning yo'li hammamiz bilamiz. Go'rbanadan bu yoqqa yurganimizda, ya'ni kafelar tomonga. Aynan hozir ishlamayotgan Manasota kafesi bor. Shuni oldidan tevaga ko'cha bor, biqinidan. Somsaxona bilan kafeda o'rtasida ko'cha bor. Shu ko'chadan tevaga chiqqaninglarda Uvamskaya ko'chasi ekan bu. Mana Uvamskaya ko'chasi 97-chi 4 sotilik suv, svet, gaz hamma sharoitlari bor. Ushbu xonadonimiz zudlik bilan sotuvda. Mahallamiz juda ham katta, keng. Do'stlar, mana chap qo'lga yursanglar Go'rbanani svetofor, ya'ni go'zal eski magazin tomon. Bu yog'ida semenniy Ulug'ota, Manasota kafelar tomon. Hattoki pishirgan ovqat hidi ham kelib turadigan joylar, do'stlar. Mo eshigimiz taylari juda ham chiroyli, juda ham bir ko'rkam xonadonlardan biri. Bugun operator Bekani kanalida e'tiboringlar markazida. Bu kira olishimiz robotxonamiz bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Remontlar ham yo'q, xudo xolasa tayyor ekan. Kirganimizda chap qo'limizda bitta xonamiz bor. Bu xonamizni ko'ryapsizlar o'zingizlar, bir mehmonxona qilib bo'ladigan. Ya'ni bunday aytganda yosh kelin-kuyovlar yashaydigan xona ekan. Konditsionerlari bor, sharoit zo'r. Buni oldida spalniy bor. Bu spalniyimizni ko'ryapsizlar, o'zini alohida dushi ham bor ekan. Yorug'lovchi romlari bor. Juda ham chiroyli aboylari. Ya'ni bu ikkita xona sanuzli ham bor. Endi kelinglar, bu yerdan tushganimizda bu ya'ni sanimiz bo'lyapti. Ixchamgina 4 sotiy bo'lgani bilan do'stlar juda ham chiroyli tushgan proyektlarda bu zilonniy zonamiz bo'lyapti mana. Chiroyli. Bu yog'imizda ham огородchamiz bor. Bu yog'imizda zilonniy. Mevali daraxtlarimiz, gilos, shaftoli, xullas daraxtlarimiz bor, xurmo, dislarmi. Endi lestnitsadan tushganimizda chap qo'limizda hojatxonamiz joylashgan. Buni oldida ya'ni katyonligimiz joylashgan ekan va buni oldida letniy o'choqxonamiz, ya'ni kuxnyamiz ekan, letniy. Mana hamma sharoit bor. Mana suv, gaz, endi zo'r sharoit. Grantlarimiz, suvlarimiz bor. Va bu yerda so'rini o'rni, tapchanimiz bor. Bu uyimizni, ya'ni robotdan kirgan ro'parada uyimizni, mana bu yerda podvaliga tushadigan xod bor, ya'ni podvali bor ekan. Bu podvali ham do'stlar hozir ya'ni sklad o'rnida ekan. Bu podvalimiz ham bitta xona ekan. Yashaydigan, hamma remontlari qilingan, как положенный, chiroyli bitta xona. Kirganinglarda bu uzungina xo'lchamiz bo'lyapti. Xo'limiz oldida bu juda ham katta kuxnyamiz ekan. Mana katta kuxnylarimiz qaranglar. Vay, mashalloh, mana. Juda ham chiroyli holatda. Mana bu xonadonligimiz o'rni ekan. Mebellarimiz ro'zg'or qilgan ekan mana.
Yoqaslar bo'ldi, suvlarimiz, hammamiz sezgan televizor bu yog'imizda sanimiz ko'rinib turadi. Arka holatdagi, ya'ni kuxnyamiz bo'ladi. Yomon katta ekan kuxnya do'stlar. Endi bu yerdan chiqamiz. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Mehmonxona desak ham bo'laveradi. Abo'ylari chiroyli, remontlar chiroyli, konditsioner bor va sanimiz ko'rinib turadigan romlarimiz bor va eshiklarga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli. Mos tushgan bir-biriga. Endi bu yerdan chiqamiz. Buni oldida bir spalnimiz joylashgan mana. Do'stlar, bu spalnimiz bo'lyapti. Spalnimiz ham o'ziga yarasha chiroylikgina, havo almashlik uchun romchasi bor. Mana bu yerda do'stlar, ya'ni hovlimiz ro'parasida hojatxonamiz bor ekan, dushi ham bor ekan va buni orqasida ko'ryapsizlar, ya'ni pajarniy xod tomonga chiqadigan eshigimiz ham bor. Endi mana bu yerda bitta xonamiz bor, uni ko'ramiz. Kelinglar, bu yerda ham bitta xonamiz bor. Bu xonamiz ham qaranglar, chiroyli. Hozirgi kunda detskiy xona ekan. Bu yerda romlarimiz joylashgan. Qirg'iziston O'sh shahri, Uvamskaya ko'chasi 97-xonadon. 4 sotik, 7 ta xonasi bor. Puli keladigan bo'lsak, sizlar uchun do'stlarim, 320 ming dollar kami bor ekan. 320 ming dollar kami bor. Telefon nomerlarimizni zudlik bilan yozinglar. 0554 bilan 14 10 66. Qaytaraman, 554 bilan 14 10 66 va 0551 bilan 15 52 07. Qaytaraman, 551 bilan 15 52 07. Do'stlar, kelib bir qator chiroylikgina bir xonadonimizni ko'ringlar.